Men uni bilmasam tilini. Sizlarham jim bo'lib qoldinglar-ya. Rahmat Besmerte. Kunlar uchun rahmat. Mashga tushirib olaymi bugun? Tushsam bo'lmaydi. Ko'taramiz. Bir postavka ololmayman shu telefonimga, ishoninglar. Telefonimga joy yo'q. Yarim aylanib beradi. Turarkan joy yo'q. Bichara ведущиймanda men. Bismillah. Qayerga qo'ygan bu telefon? Nima hammalar o'zinglarga talqon soldinglar? Dorishim jim bo'lib qoldinglar. Rahmat Besmerte. Спасибо вам большое. Bular o'zbekmidi, o'rismidi, kimmidi bilmadim. Rahmat. Bismillah. O'lmas odam shunda. Qashi. O'lmas qashi degan qanaqa bo'lardi kino. Voy eslar. Besmертный. Shunga o'xshab. o'n ikki bo'layotgan ekan. Sekin mani issig'im ham chiqyapti. Degani bugun uxlamaysan degan. Kim hozir liftda turibdi? Kim? Qaysi biringlar turibsizlar? 3 ta odam turibdi. Maktabda qo'linglarni ko'targanda ko'tarib olinglarchi. Islom birinchi sinfga borganinglarda bundoq qilardinglar. O'shanmanda. Qo'lni ko'tar. Hazillar so'rasa ko'tarib yuboribdi. Nimaga liftda turibsiz? Rosta. Qo'lni ko'tarsam ko'taribdi. Hazillashib. Men qiziq anaqaman desam, kuldiruvchan desam, mendan battarliyam bor ekan. Qo'lingni ko'tar desa ko'tarib turish. Oyog'ingiz ko'tarmaydi desa.
To'g'ri. Rostdan bir kelib qoldida manikam hazillashgim kelib ketdi. Xafa bo'lmanglar. Ko'ngillarni ortgan bo'lsam uzr so'rayman. Hazillashdim. Men yomon odam bo'lib qoldim bugun. Voy, jahlim chiqyapti, sababi ko'p o'tirdim bugun. Kasal holatimda meni hech kim eslamadi. Bu yoqdan telefonim turmayapti joyida. Bu yoqdan sig'im chiqyapti. Bu yoqdan burnim oqyapti. Qaysi birini ko'taray? Привет, симпатичная deb turibdi. Ay, nima qilaykin-a? Sizlarga dardim aytaymi? Sizlarga dardim aytaman hozir o'tirib. Tishim og'riyapti, boshim issig'i chiqyapti qilib. Rostdan hozir o'chirsam uxlolmayman. Uxlasam bo'lmayapti. Hazillashib o'tiribman, lekin issig'im chiqyapti. Dori icholmayman. Issiq tushirish uchun. Nima qilaman? Shu vaqtgacha shu vaqtgacha yig'laganda o'tirgandingizda qachon men yig'layman? Men o'zi shunaqa jiddiy odamman. Men jim o'tiraman, bir kelib qolsa gapiraman. O'shanda mani bitta sabab bo'lib qoladi, gapiraman. Agar men bilan gaplashaman degan odam bo'lsa rosa zerikmaydi, rosa menda ko'p gaplar bu. Tugamaydi. Ishonavering. Просто mani hech kim tushunmaydi-da, hammani har balolarni o'rab kelib. Muromalab nima qilyapsan deb bir balolarni boshlashadi, gapirging kelmaydi keyin qiyshayib. Odamga o'xshab gaplashsa ekan. Ichimcha qizlaringizdan ko'p narsani gapiraman. Ay, yo'q-ey, yo'q, shunaqa. Beri ikki sayin. Nima degani bu? Nima deyapsiz? Voy, ochingni, sig'im chiqyapti. Kulavering. Kulib yurmayman, jiddiy yuraman. Jiddiyim. Hamisha jiddiyim. Kulaversam yaxshi ko'rib qolasizlar. O'zim bildirmayman kimligim, jim yuraman. Jim o'tir deyishgan menga hatto. Rostdan. Hali o'zingizni ham tanib tursangiz qiziqib qoladi odamlar. Sizlar jim o'tirish kerak. Ko'p gapirmasdan. Jim yursangiz ko'p gapirasiz. Sekin bilishadi-da. Tez bilib qolsa zerikib qoladi. To'yib qoladi odam bir-biridan tez bilsa. To'g'ri. To'g'ri-da, men bilaman-da. Men bilaman. Qilmayman. Bu yaxshi emas. To'g'ri deb turib nimaga unaqa qilyapsiz? To'g'ri-da, mana aytinglarchi, birontanglar shu yerda turib tez odam har bir narsani gapiraversa, endi-da ko'proq anaqa qilsa ham zerikib qoladi bir-biridan. Kim bo'lsa ham-da, tanish bo'lsa ham, o'rtoq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Hamma narsani sekin, ozgina.
O! 5 yildan keyin ham, voy, man Santorini shuncha yaxshi bilmagan ekanman deb qiziqib yuraverasizda. Привет. Ochingda issig'im chiqib ketdi meni. Qizarishyam boshlab O'shaning uchun shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mamushidan qarang o'tib ketishini. Haqiqiysi bo'lsa-da men dadam ketsam, aylanib oddiylashayotgan bo'laverardi hozir. Mm. Hali kulibsiz. Nima deydi? Senga deydi, anaqa Dubaydan deydi, unaqa beraman deydi, 5 millionga uy olib beraman, gel olib beraman deydi. O'zi ko'chingizni ishton-pishtoningiz bormi dedim, bironta marka desam kulyapti. Manga dedim bitta Matiz ham olib beravering, bo'laveradi. Matiz superkam, qimmat. Matiz ayting ishonaman. Manga gel olib beraman, Dubaydan uy olib beraman, mahr beraman deb. Kimga nima? Qaysi hikoyani gapirib o'tiribsiz? Masjidga kirib olib shunaqa deydimi jinoq? O'zingiz gapirayotgan gapingizga o'zingiz ishonyapsizmi dedim. Men xayol uxlamasmi? Turing dedim. Tez turing. Turg'izib yubordim o'rnidan. Uxlab qopti bechora. Shu Dubay bir joylarida uxlab qopti. Tasavvur xayoli menda. Xayoli menda, men bilan yaxtalarda yuribdi. Ajoyib. Oxiri uyg'otvordim akani. Unda qaradi. Dedim, men uxlayapman, turishim kerak dedi. Uzrni o'radi, sekin ketdi. O'yladiki, men hozir shundoq ishonaman. Shundoq nomerimni beraman. 1-2 kun aldayman. Keyin quyonni rasmini chizib, Norani Begoga rasmini chizib ketmoqchi bo'ldi.